Speakingni keyingi darajaga olib chiqadigan sizga yagona kerakli video, eng oxirgi maslahat esa aniq 7-8-9 ga olib chiqadi. Birinchi maslahatim bu javoblarni yodlash, javoblarni oldindan tuzib chiqing. Ya'ni har bitta mavzu va har bitta savolga javob tuzib chiqishingiz mumkin. Keyin uni yodlang. Ishoning, ekzamen topshirgan paytingiz buni 100% eslab qola olmaysiz. Bu bilan muammo chiqmaydi, okay? Birontasi buni qilib bilmagan, okay? Lekin o'sha 20-30% esingizda qoladi. Va esingizda qolgandan keyin sizga ancha grammar va vokabular jihatdan bu javoblar yordam berishadi. Ikkinchi beradigan maslahatim bu speaking ideas bilan sizda muammo bo'lmasligi kerak. Nima uchun? Chunki bizda har bitta eng keng tarqalgan savolni siz bemalol IELTS Speaking Assistant ilovasida yoki Telegram kanalida topishingiz mumkin. Ya'ni har bitta mavzuga siz oldidan tayyorgarlik qilishingiz mumkin. Shunchaki savollarni ko'rib chiqing, muammo sizda bo'lmaydi. Umuman oldindan har bittasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Uchinchi maslahatim bu ChatGPT dan foydalanib lug'at va grammarni keng darajaga olib chiqish. Nima uchun? Chunki ChatGPT xohlagan savolingizga xohlaganingizcha любой turdagi javob tuzib berishi mumkin. Xohlasangiz har bitta lug'atni, har bitta grammar structure'ni sizga bitta tushuntirib berishadi. To'rtinchi eng muhimi, hayajonni bosadigan, ideya yo'qligini, keyinchalik grammar bilan muammongiz bo'lsa, vocabulary bilan muammongiz bo'lsa, pronunciation bilan muammongiz bo'lsa, bu practice va feedback, ya'ni ustozga siz doimiy ravishda speakingni topshirib turishingiz kerak va ustozi sizni baholab, xatolaringizni belgilab, feedback berib, keyinchalik rivojlanishga yo'llanma berishi kerak. Agar shunaqa foydali videolar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'lish esdan chiqmasin.